Asqar mısın? Canım Fukam. Akam. Fukam. Bu tushunmamasdi. Ammo sen qaytib keldingmi Fukam? Yaxshi. O'zinglarchi qanday turyapsizlar? 10 necha yashanglar yurtdan kichik chiqib ketgan edi. Mana cho'pchoqli yigit bo'lib ketibsan emasmi? Ko'zni yumib boshqacha 10 necha yil o'tib ketibdi. Bu yillarda dadam opam seni bak izlab ketdi. Seni deb ularning yurak bag'ri qonzirda bo'lib ketdi. Hozir ularning ahvoli qandayroq aka? Xeyli yaxshi. Xat xabaringmi yo'q, nalarda yurgansan Fukam? Seni bakmi sig'indiq, odamni shundaqmi ansirtamsan? Sen to'g'riliq yurt ichida har xil so'z cho'chaklar bo'ldi. Ba'zilar seni ishkirda o'lib ketibdi deyishdi. Hatto seni qora guruh qatnashibdi, qaytib kelmaydigan deganlarmi bor? Jenim Fukam, bu 10 necha yilni nalarda o'tkazgansan. So'z desam gapchi aka. Jungo ichida bo'g'imga yerim qolmadi. Yura, dadam opamlardan ko'rishib bo'lgandan so'z chen. Men bu chiyaga mang'an edim. Sen uyga kirib turgan. Men berib kim kelib ketdi? Mahallamizga borib turasiz. Sen uyga kirib turgan, men hozirlik qaytib kelaman. Men bilib boraman. Saqlab turgan. Men so'ngkini akritib chiqay. Baq. Senin başlangıç mektepteki savadışın ay güzelinin uyuğu. Doğru. Elime insanı bakken. O neymi sebepten tüyüp gitipti. Hazır bir söz işbeyim. Öğü bağında biri. Aka, dadam abamla görünmeydi o. Ola, işkerdeki öyde okşaydı. Benim ay güzel, sen nemi degen bir tane, senin küçük tırların, yakınlık mecaz kulukum, hoşgöy kametten her vakit hiyalimden ketmek, senin ölüp ketkenin yalğandek, sen xuddi hileli ışıktan, el bağımsız dep kirip kelediğandek, menin heribani kölbem, senin xushbo'y hidin qaytadan tolup, hicran qarang'usi tenigen ko'nglim, jamoling nurida qaytadan yorug'liqqa chiqadigandak sezmem. Afsus, shum ajal ma'sum jinoni yovuz changallar bilan yakson qilib, beg'ubar ruhingni biz uchun notunish bo'lgan dunyoga ip ketdi. Sen xuddi mayin shamoldek his qilib bo'ladigan, ammo ko'ngil bo'lmaydigan xiyolga aylanib qolding. Koni hijronga yangi azob ketildi. Unsiz sevgimga umid bag'ishlaydigan adoq shamning nurimi o'chdi. Dunyo, sen nima degan adolatsiz, qo'y taqdiring nima degan rahimsiz. Shundoq beg'ubar, shundoq oq ko'ngil. Aka, tek uxlamapsan da? Seni saqlab o'ldirgan. Dadam opamlar bilan paranglashib bo'ldingmi? Ha. Ular uxlab qoldi. Ko'rayotganing nima xotira u? Ay güzelning ko'ngil xotirasi. Bu xotirasini qunuqqandan tushib qoldi. O tünügülla tehi hayat idi. O meni izlab kelibdi. Kiring. O'tiring. Men choy damlab kiray, ha? Bo'ldi. Yoqay. Hazırlık kirme.
Qani. Choy iching. Ay güzel. Ay güzel. Ay güzel. Qandaroq turyapsiz? Yaxshi. Akşam sizni şehirden qaytib keldi deb anglagan edim. Yo'qlab baray desam, toza vaqt chiqarmay qoldim. O'zingiz kelibsiz. Chiroyingiz ajab sulg'un ko'rinadi. Bir ish bo'lmaganda. Hech yo'q. Bu xatirga mening beshimdan o'tgan kechirmishlarim yesilg'an. Mening amdi sizdan boshqa hech qanday yaqin odamim qolmadi. Bu xotirni men uchun siz saqlab bergan bo'lsangiz. Ay güzel. Aman bunu. Bu Bugün ettiğe onun zehir içip ölüp ketkenli haberini anlap yürgüm yerilip ketken tas kaldı efkam. Onun tünügün men bilen hoşlaşkanlığını mengülük ikenligini bilgen bolsam oldu ya kam. Yolunu buzma. Qandaq ish uni zahar ichib o'lishga majbur qilgandi aka. Mana bu xotiriga hamma ishlar yezilibdi. Bilishimcha o'tir maktabdagi vaqtinglarda ishkinglar yaxshi o'tgan deyman. O chog'larda haqiqatan yaxshi o'tgan edik. Hatto men uni yoshirib ko'yatdim. Keyincha davlatlik imtihondan u o'tib, men o'tamadim. Şoňa men söýgümni içimde saqlagan edim. Onun bundaq tuyuqsuz tügep gitişini oylap bakmam dikenmen. O şoçalık işlerden başlap hemmisini muş xatiriga ezip kaldırıp gitipdi. Osmanның axloqsizligi oxiri o'z istiqbolini nobud qildi. U maktabdan qo'g'langandan keyin xeyli uzoqcha uni uchratmadim. Lekin u to'g'riliq Shavkatdan anglab turdim. Shavkatning tadqiqot temasi natijaga erishib, nopusliq kompyuter mutaxassisining diqqatini tortdi. Meni bu maktabda ep qoladiganlik uqtirish tushdi. Telefonni qo'yib, chayingni ichkina bolamoy. Rasma? Qansiq beraymi? Bo'ldi. Vay qizibdi. Chayini icha. Ma'qul. Ma'qul atasha. Xo'sh. Sen mushkullar nima ishlarni qilib yursan, bolam? Nima ish qiladi vaqtida? O'ynab shu. Sen o'yin bo'lsa bo'lamda. Oliy maktabda tuzuk o'qimading. Sen zot nima qilay deysan endi? Voy xotirjam bo'la dada, keyinchalik sening shirkatingga berib ishlama shu. Qiziq gap qiladi ekansan o'g'lim. Shirkat ishlash uchunmi bilim ketadi. Jenim xanapu. Ha. Mening mush dadamni o'sivag'o, jahonda qig'il olmaydigan ish yo'q. Sizcha bizning ishimiz aralashmay, ishimiz Hey, men sening opang. Nimanda qalaymigan gap qilsan? 'Voy dada, sen bo'lgandan keyin men nimadan azrayman?
Tağdek dadam ba deb yursam. Nem bo'p ketyapti ekan tang bu bola. Ha bo'ldi, chayingni ichcha. Chaylarni isla. At deganda choynimi chayqinmadi bu bola. Voy dada, sen qanday qilib bersan bo'ladi? Kunda mushi jidal, qachonlik qarasan mushi gap. Bo'ldi qila bolam. Bizmi-chu, sen yaxshi bo'lsin deyotimiz. Seni yaxshi odam bo'lsin deymiz shu. Voy boldilar chiqib ketganman. Voy, nega borsan? Voy bo'ldi, o'tiravergina, nega basin u. Chechilmay chaylarni isla. Ey, cüret dedin mi? Onun şunçilik yürgü var mı keteği? Benim ismim çıkamadın mı? He? Menimcha, uning keynida cho'qim odam bor. Nemish qilsang, u burundiq tatib biz bilmaydigan jur'at bo'lmasa, shuncha tez yo'qnab ketamda. Menimcha, soqchilarniki deyman. Şundak depla, bu işini tatkız koyamdık. Bu az bunun işi olmasa ya, eğer bir çatak çıkasa, sen beni sendin görmen cuma. Handaklık olmuşsun, bu işini epleştir. Çatak çıkırgan bolsa, hemimiz korkalımız. Oy, Şevket adaş. Voy. Voy, Osmonmisan? Mana peshtiqmada. Beşikma adaş. Yaxshimi? Qanday ahvoling? Yaman emas. Ha, bu yak yap kapsan ko. Ay güzelni yo'qlab o'tay deb kelgan. O'zingcha? Ay güzel uyumuş edin mi? Ha. Jira bo'lmasa, birga kirib ko'rishib chiqaylik. Şunu akılayla bağımıza. Görüş olay, yürü. Ha. Peshtiqma. Qanday Teşle. ahvolingiz? Voy. Kira, Kira, kira. kira. Kiringlar. Oy. Teşle, selametçilik. Hamanglar yaxshi tirdinglarmi? Yaxshi. Men chay damlab kiray. Ma'qul. Voy, nimanda qarab ketding? Ko'zing eqib tushib qolmasa yana. Qarsam benim çatıqın. Ben qarsam ay güzel qardım. Ya sen qarmısam? Sen bilan 10 necha yillik do'st turib, ash ko'zingda nima o'ylayotganingni bilmamdim men. Ne moyla ötüptüm he. Osmondagi g'azlan sho'rpisiga non chilayotgansan qachon? Oylaş dep kapsa. Emelgimi aşırmadı he. Atap orangni. Ben Osman'ın çok kılanmaydıgan işi yok. Ay güzel mi o sende kitap duruşunu herkes yaktırmaydı ha. Kitob purush? Ay güzel o'g'il qara. Sana o'xshash qarqo'saqni hargizmi yaxshi ko'rmaydi. Qarqosak? Ey, sen beni qarqosak da otamsa? Ha? Sana ne dedik ne olacak? Sizlarga nim bo'ldi? Kino, Ko'nga esinglar kino. qo'zg'ab qoldimi nima? Akşam bir kino kögen. Oxir qanday qo'pdiki? Qanda qulattı. Yırıqı jigit kız balının aldıda gılcınlık kıptı ki. Kız jigitnin kötüki birini tepipla öydünü kovlap çıkarıydı dike. Voy xudoy. Qiziq kino ko'rdinglarmi? Rahmat. Rahmat. Bugun ishkanlarni qandaq shamol ushirib keldi. Hajab ishkanlar tangli kelib qapsizlar-ku. Başka işim o yok. Bugün jambop kaptık. Havamı uçukken. Şuna böyle tamak yegeç aylık kilaylı dep oylavatım. Obdan dedim. Attigan Shavkatmi telefon qilib ekan. Billa aylanib kelaylik deb. Bo'lmasa, uchimiz birga aylanib kelaylik. Qanaq? Ha, meli meli. Amisa do'stimga telefon qilaymi? Qaysi dostunuzga? Aliyaga. Çakır olayla, çakır olayla. Şevket yalğız kalmışsın ha.
Osman Shavkat ikkimizning turmushiga qaytadan o'sib kirdi. Uning to'yqsiz paydo bo'lishi meni xushal qilgan bo'lsa-mu, ammo ko'nglimda bir xil ansizlik paydo bo'ldi. Uning aşı menmanchiligi bizga qanday avarchiliklarni salakin. Oy. Hey! Adaş. Qarğanda sen Aygüzelni yaxshi ko'rdiq o'xshamamsa. Yaxshi ko'rma. Bu netingdan asta inosan olamdiki. Qaraganda sen yaxshi ko'rdiq o'xshamamsa. Shundaq. Man qara Adaş. İkimiz kichigimizdan bil o'ynab chungo'gan. Mening mijozimni obdan bilsa. Shunga sen bu ishda menga yo'l qo'ygin. Bunda qilayli. Konlami deydi emasmi? Qo'lingdan kelsa gul qiz deb. Ikkimiz uni tanliq olishayli. Qani kim o'tib chiqadi ekan? Qandaq? Bo'ladi. Undaqda ikkimiz uningga ayrim-ayrim talab qo'yayli. U qaysimizga ma'qul desa, shuni olsin. Qandaq? Bo'ladi. Aka. Yura, ularga yetib olayli. Hey qara, ayaga, nimagan chiroyliq. Al ko'lning chiroyliqligi-chi texi. Hey, u ikkisining birisi seni yaxshi ko'rdigan yigiting-ku deyman. Yo'q texi. Men just Osman deganni yoqtirib qoldim. Uning mijozi, chiroyi har jasini bo'lib qoladi ekan. Emis ko'nglingdagini uningga demamsan. Ujon, tuzuk gap qilsang-chu. Qiz bolaning oldidan o'g'il bolaga ko'ngil saqlagan nadi bor? Asr degan qandaq davr. Qo'ya u chiqchiqni. Hey! Agar Osman yaxshi ko'rsam, men qo'g'lashmayman. Bo'ldi. Yur, aslan kel. Ajab chiqib qolamay qaldinglarmi, ha? Sening lafing cho'llar kelib qoldim qandaq, ha? Endi nega ko'rib o'ynaymiz? Aytmasak bularni. Biroq, yagar mashina o'ynayli, mashina. Mashina o'ynamsizlar. Mashina? Ma'qul, o'ynayli. Azroq menlar, bak yerib ketdi. Yerda qildin ey kız çakmana, sesine baktım, gözlerimde yaşların tamam. Sen sorap baktın, bana sızıp dersin önüme. Sen görüp baktın, kara kara günde koymayın sana. Kızcağız, güzel kızca. Oh, 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 oh.
kızca. Oh, 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 oh. Aldirashchilik bilan ko'rishamedik. Tijoratingiz qandayroq? Yaxshi, yaqinda men O'zbekistonda po'lat o'mri o'tkayotiman. Ajab, bu savdoga kirishib qapsiz-ku. Teviz savdosi yaxshi ketib boradi-ku. Qo'ldan chiqarmoq ta'sir bo'lsa, foydasi yaxshi edi. Yaqin tamak chek. Demisimi-ku, hozir tijorat qilmoq ta'sirlashib ketdi. Siz bilmaysiz. Yaqinda men iskilati besilib qolgan nurg'un po'lat setib olgaydim. Uning foydasini obdali ko'rib qoldim. Mana, bu meni sim kartochka. Agar qiziqsangiz, birlashib bir ish qilib boqamiz. Bo'ladi. Men o'yinib ko'rib sizga telefon qilay. Bo'ladi. Endi bo'lsa-mo, yaxshi hamkorlashamiz. Telefoningizni kutaman. Ha, qani choy iching. Bey? Ay güzelmi? Yaxshimi? Men sizni past saqlayotgandim. Ha, bo'ldi. Değiştikmi? Teshikmi? Qani, mashinaga chiqing. Nega boramiz? Aylanib kelgach paranglashib kelaylik dedim. Ha. Yegaç oturma. Ay güzel. Sizga deydigan bir gapim bor edi. Desam bo'ladimi? Qanidan? Men sizni yaxshi ko'raman. Agar talabimga qo'shilsangiz, ikkimiz mangu birga o'tsak. Men o'ylashib boqay. Bo'ladi. Yegaç oturma. Agar choy qo'yib beray. Shukr. Ha, qandaroq? Yaxshi qila. Ha,
O'zancha Yaxshi, yaxshi. Ha, ishlayotganmi? ishlayapti. Ha, yaxshi bo'pti, yaxshi bo'pti. Tamoqchiga adash. Bugun ajab xo'shal qilsan. Xo'sh olmamdigan adash. Bugun berib Ayguzalga ko'nglim kelgan dedim. U nima dedi? O'yinni paqay dedi. Lekin u o'yinni paqay degan gapni shundoq tatliq dediki, yuragim o'ynab ketdi juma. Hey, sen buning nemadan derak berdiganligini bilamsan? Aldirab qo'shib ketma adash. Lekin menikini ko'rsa, qaysimiz tutib chiqamiz-ki? Ha? Ay, teshikmi? Chiqma. Meni biror ish bilan izlab kelganmidingiz? Ha, birdan aylang'ash tamoq yeb kelayim degan. Qanday bo'ldi? Bo'ladi. Yura. Ajab qarab ketdingizmi? Sizga deydigan bir gapim bor edi. Desam bo'ladimi? Davering. Uzundan beri sizni yaxshi ko'rib kelgan edim. Xohlasangiz ishimiz yurib qolsak. Men o'ylashib boqay. Hey! Ay güzel. Cevabınızı qachonga kutdim? Men o'ylashib bo'lgandan keyin javobini beray. Ha, mashina chiqa. Teshikmada. Eshitma. Nega odam? Uningla ko'rishib keldim. Ha, nima deydi? O'ylish baqay dedi. O'ylish baqay? Ha? Sanmi shundoq desa, menga shundoq desa. Ey, uning javobini qachongacha saqlaydi ekanmiz? Aldirma adash. Aldirmasang g'o'ridan halv pishidi degan gap ba. Mashinani haydigina berib tamoq yeb kelaylik. Kech Ürümchi. Qalbimda tasvirligisiz bir xil shodlik tepchaklaydi. Ko'zimni yumganimda o'zimni bulutlar orasida parvoz qilayotgandek sezatdim.
Derizem sırtıda bayramlık tantansiga çömgen ürümçi közge taşlanıp duratdı. O bana burunqıdan yıqımlıq hem illiq tuyulmaqdaydı. Yaxşı ko'rgan odamining söygisiga erishish odamni shundoq tatlıq hislarga cho'mdiramdigandi. Uning aşı bir eg'iz kepi bilan dunyomi boshqacha ko'rinmoqda. Necha kundan xizmatda tatgan ko'ngilsizliklarim allaqayıqlarga ketgan. O'zimni qushdek yengil sezatdim. Tağlarga chiqib vaqirg'im, kiyikdek qiyg'itib sakrigim keladi. Baxt degan mushumidi. Biroq Osmonni o'ylasamla ko'nglim g'ashlikka to'ladi. Neye baksan senin simayı Oy. Ay güzel ma. Yaxşı ma. İşte ma. Tushda tamoqni birga yesakmikin degandim. Ha bo'ladi. Әмсе bir soatdan keyin idorangizning oldida sizni saqlayman. Neye baksan senin simayı Ay güzel. Xizmat ishlaringiz qandayroq? Xeyli yaxshi. Kechiring. Bey. Ha, teshikmi? Men Osman bilan birga tomoq yeyotgan. Ha, kelamsiz? Biz maktabning odaladagi oshxonada. Ma'qulamisa, sal turib ko'rishaylik. Kimkan? Shavkatgan, u hozirlik keladigan bo'ldi. Qaysi kuni uyingizga izlab bo'lsam uyda yo'qkansiz. Sirq chiqib ketganmi? Ha, Shavkat bilan ko'rishadigan bir ish chiqib qolgan edi. Ota-onangizdan xat xabar kelib turyotamdi. Cho'ng onangizning kesili yaxshi bo'lib qoldimi? Turmush. Keldingizmi? Shavkat ota. O'tir. Boya uyingizga borsam odam yo'q. Shon telefon qilgan edim. Bu yerda ekansizda. Ha. Darsdan baldir tushga o'xshamamsiz. Menga telefon urib qo'ymabsiz. Nima ichsa? Menmi kavas ichay? Kutkichi. Rahmat. Qani ichinglar. Şabaş. Hoş işe. Ay güzel. Heli qishning javobi qanday bo'ldi? Osman. Ko'nglimda o'ylagan odamim bor. O kim? Shavkat.
Sana baxt tilayman adaş. Rahmet. Ben mangay. Bak, Osman. Birden oturup bana adaş. Osman. Vay boldi oltağıda hiri qamidi. Bo'ldi. Tadqiqotingiz qanday bo'lib ketdi? Şu vaqtda men sizni qo'shilmasmikin deb shundoq ansirgandim men. Amaliyotda men sizni o'qiyotgan chog'larimizdan tatib yaxshi ko'rardim. Rostmi? Ha. Lekin sizga eg'iz chiqib yetolmaydim. Sizga yoshirin kuyatdim. Rost aytasiz. Lekin siz lantasma. Endi bo'lganda eg'iz ochdingiz. Amsi nemish shu vaqtning o'zida men ma'qul deb aytmaysiz. Undaq tezli ma'qul demassam, oram turibdikan deb o'ylab qoladingiz haqiqatan. Ay güzel. Sizden menga ayrılmayman deb va'da beralamsiz. Deb beralayman. Rostmi? Ha. Deşdikmi? O'zingizchi aka, obdan turgansiz. Yaxshi. Kechikib qoldinglar-ku. Jur'at degan eliq adashing shumamdi. Deyishga vaqt kelmay. Rahmat. Choy iching. Ha, bizning yo'qolib ketding adash. Bormi? Ba, Ha, o'zing qandaqroq tursan? Yaxshi adash. Uzun bo'ldi adash, ko'rinmaysa. Voy, ochig'ingiz yomon-kan-a sizni. Ha? Aka. Bu mening loyiqim. Loyiqing o'z qanday qilatdim? Loyiqim degidek salohiyating bormi sening? Sen degan mening oldimdagi bir ish. Xolisam beraman, xolisam tatib olaman. Mendan qiz tanishib o'tamiz texi. Salohiyatingni bilib ish qil. Kechda ma'u qizni ko'ni joyga olib qo'y. Tönögün göç ağanda işip qalğan pul edi. Yo'q, ya. Yolg'on gap bo'lsa, ha? Undan keyin sen sudagini ko'p. Nima qarab tursa, o'zim to'g'risat ko'rmay, maktubim bor. Bo'lmasa, Qaranglar, o'gay degan, baribir o'gaydi. shu to'g'ri seni nima qilaversan bo'ladi? Aras. Ko'nglingizni amanglar. Sildek yaxshi o'gay onam bormi? Vay. Varsajimni o'yima. Ha, Sham o'g'limiz bir qizga o'kchaklik qilgan. Hozir saq chiqanda. o'g'limni demsiz? Saqchixonada? Mening undaq o'g'lim yo'q. Voy, nim bo'pti dadisi? Hajat chechilib O ketdi. saqchixonada ekan. Nim bo'lma. Ma balani. Qachonliq qarasa ishtiyoqli yurgan u. Dadisi, endi xafa bo'lmisizlar? Berib, balani achiq olaylik, ma'qulmi? Pul kessin, balani qutqizib oladigan ishni qilaylik.
Bo'lmasa balaning umrlik istiqboliga ta'sir etadi. Mahalladagilarmi cho'qim o'gay opisi to'sib qo'ygan gap deb mendan ko'rdi. Achchiqlarga hayrat berib balani achchiq vasilichi. Ma'qulmi? Ay xotin, sizlar bek oq ko'ngilchimi? Uning o'z opisi bo'lsa-mu, bunday qilmas edi. Bo'ptamisa, men berib nima ishligini o'qib boqay. Vay, erkinma. Mashinani haydab ishga oldik bir kila. Ha, ma'qul. Hey, Osman! Çıkar bu yakka! Mana. Oturamaya de. Atigan dedemni o'qib qo'ymay. Mi gapda? Sen nima ishlarni qilib yuryapsan hozir? Balam, hapsdan kichik qoldi. Yetimlik dardini tatib qolmasin deb erkeltib baqsam. Arslan qizlarga lökçeylik qipti o dese. Nemi degan nomus bu? Ha? Elim o el yurtning oldida yüzümni qo'ymading. Sendek oğlumni badi ishtimi nomus qilyapman. Voy dada. Nimanda sakraysa bek? Sinam yaxshi vaqting bo'lib baqqan. Elimi opam tugab ketib, bir yil bular bo'lmaydi o'lib Hey, o'lding-ku. ne davatsan? Hey, seni kichikdab maylin qo'yib bersam, mana shunday gap qilib o'tirsan. Ha? Tap tatmaydigan gapini qara. Hey! Odam bo'lmaydigan, seningdek o'g'lim yo'q mening. Elimi qanday qilib bersan bo'ladi dada? Topgan bilan shu tursa. Degan gapini. Hey! Gepanın dava. Shunda qishloq ketdi aka. Menga bir yordam qilsam bo'pti-ekan. Osmon degan haramliqdan antimni eppagan bo'lsang. O g'ururimni qattiq dafsanda qildi. Uni sekirtayotgan dadisining mol dunyosi. Hozir u ishni patmayli qoldi. Men uni do'st o'rnida ko'rsam, u meni ish o'rnida ko'rdi. Hozir qanisi uningga o'gay. Anisi o'gay dedingmi? Shundaq. Onun dadisining puli bekchiq. Ular nima desa shuni qilib berdi. Qanchalik mablag'i bor? 5-6 milyon. Nima deding? 5-6 milyon. 5-6 milyon. O bala o'yinga bek amroq aka. Pul deganni suvda xashlaydi. Uni qiltaq tushirishga ishonchim komil. Aka, nima ish qilsang? Men uningga hozirgi kelgicha sodiq bo'lib kelgan. Mushu kunlarda sodiq odamlar nima degan? Uning dadisining eg'ir yurak kesili bor. Doktorlar azroqli zarbaga uchirsa, hayoti xavf yetadi deb diagnoz qo'ygan. Osmonning kallasi bek oddiy. Boshqalarga osonlik tushunib qoladi. Sen cho'ng savdogar siyog'ida o'tirg'i chiqib, uning ishonchisiga erishib olsang, u pul uchun dadisini o'ltirishdanmi yanmaydi. Bo'ladi.
Mening nayranchi totiq degan laqabim bekorga chiqmagan. Bu qanchalik ishdi, xotirjam bo'l. Biz uning mush ojizligidan foydalanib qo'l solaylik. Çay iç adaş. Vafanın şihida Barkim kanca gül Ne sebep sayraydı Hey, manaqşı bek peyizken ha? Ay güzel. Vafanın şihida Ne güzel. Hey. Barkim kanca Ha. Ne buldum? Hiç mi? sayraydı Yakından beri acaba xiyalchan olup kettin. Buraya söylen yürü atan sen ya. Zeynep'ta Dökselince yaş Kim o? Bulbul Dep bere. sar Demeymen kandak? Demem sen? Demeymen? Ha demem sen? Dep berey, dep berey. Dime. önce yaş Ucu. Kim o? Ballarda Şevket. Şevket. Acaba yaxşı oldu. Ahır onu tanlap sende. Vafanın Sen-chi? Men? Mushundaq yurayveramsan? Yo'q. Endi-chi, qara. Men hujumni boshlayman. Kimga? Osmonga. Vafanın şihida Osman. Barkin kanca gül Vafasız derdidan Tansandım de gül Bir vakit ötkendim Voy. Shavkatma. Ha Osman. Pastga tushsam bo'pti-kan, men eshikning oldida saqlab turyapman. Ha, ma'qul. Xo'sh. Besh chiqma. Nim bo'ldi, tiqilib qopsan qo'y. Tutilmamdim amsa. Sen bizning 10 yillik do'stligimizga yuzsizlik qilding. Buni bilamsan? Ya sening jur'atga qilsam, tatib olmasam, qanday qilsang yuzsizlik qilgan bo'lar ekanman. Uni qo'lga kirgizishimga ozlik qolgandi. Bugun bu yerga kelishimdagi maqsad seni ogohlantirib qo'ymoqchi. Ayguzaldan voz kechamsa yo'q. Bo'lmasa mendan yaxshilik ko'maysan. Yo'q. Voz kechmayman. Meni nima ko'ryapsa? Seni nima ko'ratdim? Sen degan bir lintasma, qo'rqinchoq, ishning bolasi o'qib qo'y. Sen tegib meni urg'udak oldingmi? Qanday qilalayapsan? Qanday qildim? Bo'ldi qilinglar. Mana! Bo'ldi. Urishmanglar. Urishmanglar. Bo'ldi. Bo'ldi qilinglar. Bo'ldi urishmanglar. Baramni! Bo'ldi qilinglar. Bo'ldi qiling Shavkat. To'lg'uningga to'yg'izatmaydigan bo'lsam, sen Rojakanning rizqiga changsog'ida qo'ltig'ini terga. Qilinglar bo'ldi. Bu cho'chqa nasldan bo'lgan Tusburush! Menga. Bo'ldi. Qilmanglar. Menga. Chiqinglar.
Sizlarga zor nim bo'ldi? Nim bo'latdi? Sizdan savabingizdan bo'lmamdi. Bu ablah bizga kundamaydigan o'xshaydi. Ay güzel. Toyimizni baldıroq qilib o'taylik-ku. Men bu uydagilarni aldirtib qo'ydim. Ular tayyorlikni qilib bo'pla bizga xabar qiladigan bo'ldi. Amsi men mo uydagilarni aldirtay. Men sizga issiq suv tayyorlab beray. Yuzingizni yuvib oling. Yüzünüzün sürtüyorum. Rahmet. Mening birdam yolg'iz qolg'im bor. Xafa bo'lmasangiz qaytib kelsangiz bo'pti ekan. Men Biror gapingiz bormidi? Gapingiz bo'lsa tezroq deng. ma'qul amsa, men ketdim. Xo'sh. 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 Hey, xotin, somkamni olib chiqib etinglar. Ha. Mana sumkalari. Tamoqni pishay deb qolgan. Yapmangsili bo'lmasmi? Tamam. Hey. Ha. 10 tonna po'lat keldimi? Ha, bo'ladi. Men ishkirga telefon qilib o'tay. Ha, ma'qul. O'zingizning baldiroq qaytib kelasiz, ha? Ma'qul. Xo'sh. Köp gündüz nim bulup aldın oy bedbaq. Odam bo'lmaydigan narsa ekansan ha. Sen meni ko'zga ilib mi qo'ymay, maskirgidek bo'ldingmi? Yo'q, dada. Yashab qo'ydik shu. Sening baringda o'ynayolmasak, sen o'lgandan keyin shirkatni boshqaraman deb ishlab o'ynayolmay qolar ne qilsan? Hey. Shu. Ko'zimni yo'qolg'in aman. Chiqay o'ydan. Seningdek balam yo'q mening. Men ko'zimni yo'qol. Meni chiqisi yo'q debsa dada. Menga Voy, nimaga miras chechilib ayirib ketdilar? berasang Voy, bolam yana aroq ichyorsan. Ma hayvonni ko'zimni yo'qot. Ko'zimdan yo'qotma hayvonni. Mirasni bo'lib bera bo'ldi. Seni ko'zimni yo'qol. Voy, yetirasan. Hey, nima deyapsan? Hayvon. Meni uyquda ko'rdingmi tag'i? Hey! Biramsan, emamsan. Yo'qol ko'zimdan. Ko'zimdan yo'qol deyman. O hayvon. Hep hayvan. Hey! Biramsan yo'q. Biramsan yo'q deymi? Ko'zimdan yo'qol. Biramsan yo'q. Bu hayvan ko'zimdan yo'qol. Bu kerak. Men yo'qol. Yo'qol ko'zimdan. Sana verdiğim bir tiyip pulum yok anlap koy. Yo'qol ko'zimdan. Açık kep qolganda bo'ldi. Yo'qol ko'zimdan. Sana verdiğim bir tiyip pulum yok. Biramsan yo'q. Yo'qol deyman. Kerak. Pul. Meni qo'yib ver o ablah.
Dadağının açığı yandı. İkinci gözüm görmedi çoğuma. Dadağının Sana verdiğin bir tiyin mi pulum yok. Eblek. Aman balam, aynen kır. Açığı yanmada annem kırgın. Mana, gep Allah. Kapı olmuşlar dadısı yıkanlıq kılıp. O yok kaldı mı? Allah'ım sıla keseller kozgulup kaladı. Doktor senin açıklanmışsın degen. O yok kaldı mı deymen? Yok kaldı mı? Yok kaldı. Hep. İkinci gözüm kömüsün o ne? Gözlerinin isi var sıla. Keseller kozgulup kalmışsın yine. Sıla. Ya doktorxanaga burayma. Yok. Sıla. Birden geldi olay. Birden. Üstümden törelgen neciz. Çeçin sıla. Biz Patarada toyumuzni qilib yetadigan bo'ldik, adash. Uydagilarmi tayyorliqni qilib bo'lay dedi. Nimanchi tez? Hozir qilsaqmi, keyin qilsaqmi baribir qiladi ekanmiz. Temirni qiziqida soqqan yaxshi ekan, adash. Senchi? İşleringda ilgirlash bormi, ya? Uningdan hech bir sado chiqmaydi, o'tam. Sada uningdan chiqmasa sen chiqamamsan. Hozir degan qaysi davr? Yigit cho'qim qiz tarafga talab qo'yishi, qiz yaxshi ko'rib qolsa-mu, dadini ichiga yutib yurish kerakmi? Voy ahmaq. Sen aktivroq o'ringa o'tmamsan. Nima qilamsa? Men bir sinab boqay. Lekin uning merat qilib yetishidan qo'rqaman. Sen miza tasimi bir qo'rqinchoq nima ekansan? Keldingizmi? Ha. Meni bir ish bilan izganmidingiz? Avval bir narsaga bering, andan boshqa gapni deyishayli. Xafa bo'lmasangiz aldirash ishim bor edi. Uning ustiga sal turib birisi bilan ko'rishmoqchi edim. Tezroq degan bo'lsangiz. Haras, Shavkat bilan Oyi Güzel pat arada to'yini qilib yetadigan bo'pti. To'yni qilib yetadigan bo'pti? Ha-a. Siz mush gapni deyish uchun meni chaqirgan edingiz? Ha, yo'q. Men siz bilan yaqin do'stlardan bo'lib o'tay deb edim. Biz yedimi yaqin do'stlardim-ku. Men buningdanmi yaqinroq bo'lgan munosabatni demoqchi. Men sizni intayin yaxshi ko'raman. Ay! Nege baksan senin simayı, nege baksan senin tevazı, gözlerini yumsan ümitsiz. Yüreğimde oynar avazı, neye baksan senin simayı, neye baksan senin
Vay Aliyama. Ha, men Aliya, meni kechiring. Kallam joyida o'mag'ashqa boy sizga qo'pol tegib qo'yibdiman. Ko'nglingizni tushunmabdiman. Agar vaqtingiz bo'lsa, paranglatsa xo'p ekan. mush kashdimi? Shundaq. Agar beyab ko'rsangiz mayli. Yo'q. Ma'qul. Men hozirla boray. Ma'qul amsa, sizni saqlayman. Cho'qim keling, ha? Geldiniz mi? Gelin. Ekrem. Oturun. Aliye. Sizni ranjitib qo'yganimdan to'limi o'kindim. Uyga qaytib kelib, bakli yolg'izlik his qilib ketdim. Sizga deganlarimni o'ylasam, yuragim mujulidi. Ko'p pushaymon qildim. Shundala sizni haqiqiy yaxshi ko'rdiganligimni his qildim. Rasmi? Ishonmayapsiz. Bugun kecha qaytmay, menga hamroh bo'lgan bo'lsangiz, men o'zimni to'limi baxtli his qilgan bo'lardim. Sizdan bir minutmi ayrilg'im yo'q, jinim. Elanglar. Sen turib o'rganganda ishni qanday to'g'rilamak, neyli ko'rsa, hırsızdan chiqmas kerak. O'yin qizig'ini shu joyda ko'rsa. Meni deginimdek bo'lsa, chataqliqda, ha? Herkes chandırıp qo'yishma. Agar birarsan chandırıp qo'ydigan bo'lsang, tog'imni o'zing bilish. Bunda qilayli. Bu haraqni men qo'yib olsam, gap qilishga beyab bo'ladi ekan. Shunga haraqni sen boshqar, gapni men boshqaray. Hammamiz birlikda bu ishni gulgulik keltiraylik, ha? Chataq yo'q aka. So'rinni gul keltirib Gap so'zmanlar, ko'z shartimga qaranglar. Bu ish qattiq ziyolarga bir to'liq bo'lsa. Aka, o bekmi gumonxo'r. İşçi gidin eşib ketmesin. Texnicha buni ishlamay o'tirsan. Oy, qapamaysilar, kechikib qoldimmi? Kela. Geçtikmi? Tezlikmi? Geçtikmi? O'rin bekalashmamsa, tez bo'lash. Bu yerga keling, ha? Yenim dolta, kela. Qanaqroq? Yaxshi o'g'il. Sal kechikib qolding. Shu ozroq bejaradigan ishlar bilan ayol bo'lib qoldim. Bu yoq. Bu yoq mening yaqin do'stim, ismi Anvar. Yana bir qitim ko'rishib qo'yaylik, ha? Tezlikmi? Kelishgan yigitgansan. Hep Osman, qo'limga bir tushasan. Qanday odamligimni bir ko'rsatib qo'ymaydigan bo'lsam. Akamizning ismi Yar Muhammad. Oldin qitim men sizga gapini qilib bergan.
Eliq ishkirdan, chet eldan mol yetkaydigan. Katta xo'jayin. To'g'ri topding. Katta xo'jayinda. Sizga necha mashinadan mal yetkab turamiz. Tijorat doiramiz hamma sohalarga chetildi. Agar biz bir hafta dam oladigan bo'lsak, ishkirdik nurg'un zavodlar taqilib qoladi demoqchiman. Men bu shaharda ishonchlik biri hamroz izlab yurgan. Inim sening gapingni to'liq qilib berdi. Shunga men sen bilan hamkorlashsak demoqchi. Osman bilan Aliya oxir muhabbatlashibdi. Shundaq bo'lgandan keyin ikkala o'tiringlardagi adovatni tugitib yaxshilashib qolsanglar bo'ladi. Osmanning o azaldan adovat kuchlik. Boyni qatora qadashdi. Kerak bir gap bo'lsin. İçivemsiniz-chu? Yo'q. Men ichiman. Aroqni mendek dardmanlar ichmasa kim ichidi? Sizning dardingiz o'xshashli mening dardim. Qanday dardingiz borligini bilib baxsam bo'lamdi? Balkim yordamim tegib qolsa ajab emas. Rostila menga yordam qilishni xohlamsiz? Qo'limdan kelsa cho'qim yordam qilaman. Siz men bilan to'y qilishni xohlamsiz? Xohlayman. Shuni so'rash ketamdi. Lekin men ko'nglimdagi bir ishni amalga oshirumgacha to'y qilmaslikka qasam qilgan. U qanday ish edi? Yiliq kuni Shavkat bilan so'qishganimni sizmi ko'rdingiz? U boshqalarning oldida meni satlashtirib, nachiqitim yuzimni to'kdi. Mening g'ururimni dafsanda qildi. U odam siyaqidagi hayvonkan. Vijdonsiz. U bizning 10 yillik do'stligimizga xoinlik qildi. U dut eshak. Agar men undan o'chimni ololmasam, hargizim to'y qilmayman. Uningdan o'chingizni qanday qilmoqchi? Siz orqali. Nima? Men orqali? Shundaq. Faqat sizlar menga yordam qila olasiz, jinim. Bilmadim, yordam qilasizmi? Siz uchun har qanday ishni qilishga roziman. O'tni ko'y desangiz ko'yishga, suvda oqlasangiz eqishga tayyorman. Hatto sizning ishingiz uchun o'lishga roziman. Lekin bu o'chingizni elish mening qo'limdan kelami? Agar kelsa, beshim bilan o'rindigan bo'lardim. Shundaqli niyatingiz bo'lsa, qanday qilishni men o'rgatib qo'yaman. Bu jahonda faqat siz meni tushunsiz o'miqim. Agar Shavkatdan o'chimni ip beradigan bo'lsangiz, bu uy, butun mol dunyo, hatto men sizning bo'laman jin. Ko'nglini qattiq ranjitdim. Sening oldingda kechirgisiz gunoh o'tkazdim.
Dostluğumuzdan qaytadan asliga kelib, rishtimizning texmi ching bo'lishi uchun ala bu romkini ko'tarib deyli. Yo'q adash. Sendila emas. Mendimi bor. Her işkilimiz birbirimizden keçirip, burunqidek yaxshi o'tib ketayli. Bo'ladi. Xo'ja. Dostluğumuz uchun. Xo'ja. Qani qo'rimlardan ala. Yaxshimisizlar? Voy, Aliya. Keling, o'tir. Siz bu yerda mitdingiz? Sizni bir kun izledim. Telefoningizni aytyapsiz-ku. Bugun Shavkat do'stim bilan ayrim muңdishib olay. Birasi avar qilmisan deb telefonni aytayotgan edim. Kim biladi sizning telefon qilishingizni? Mundaqmidi? Shunday bo'lganda ekan, o'zingizmi bilganda kapsiz mana. Billa o'ltirib, obdan bir muңdishayli, ha? Qandaq? Anlasam, ishkanlar yuribsizlar. Mübarek olsun. Rahmat. Rahmat. Qani. Bo'ldi, ishmaymi adash, kayfim to'shib qoldi. Voy, Bitta ala. oldinlarda kayfim to'shib qoldi, oldinlarda satlashib qolaman. Ma'quldikni ishmay. Voy, bu meni ko'nglim ala. Hech nima bo'lmaydi. Ay güzel bilan menga bildi o'tib ketinglar. Digining kelsin adash. Xo'ja. Xo'sh. Xo'ja. Shavkat. Shavkat. Shavkat! Gaplaringizga qo'y ishongil olmaydi. Shu darajadami? Shundaq-ku, kim biladi, meni tashlab yutamsiz taxi. Yurgimni yerib ko'zib qo'yaymi ya. Og'zingizdagi gap-ku. Voy, men sizni chindirimdan yaxshi ko'raman. Shundaqmi? Ishonyapsizsiz? Shavkat. Shavkat adash, do'stligimizning texmi cho'nqur, ma'nili ko'p ketishi uchun bu bir qadahni ichitaylik, ha? Ala. Elingni Yo'q, kayfim to'shib qoldi. Ishmaymi. Vah! Kayfim to'shdi degan nima gap u? Aroq deganni-chi bugungidek kunda ichimiz. Shundaqmi ya? Ha, shu emasmi? Qadinas do'stlar yig'ilganda ishmay qanday vaqtda ichatdinglar? Ichingmi? Ha, ala adash. Elingni Shavkat, voy, ala. Qismaldek nezzi qilmay, ala. Yo'q, ishmaymi. Shavkat, Shavkat, Shavkat. Do'stimiz mas'ub qopti. Apirib qo'ymaydimi? shuna qilaylik. Yur. Yur. Shavkat, Turing qaytimiz. Tura. Shavkat,
Tura adaş. Bu taraftan. İçinde işine. Bu şatak şu. Hey, hey, kope, kope, kope. Ture, ture. Tura. Ulan tez. O'rnidan tur, Tura. nima ish oldi? Akşam demiş kırgının uzun kayandı. Aliyesinin uzunluğunu arz kıldı. Aliye? Ko'pa, o'rnidan tur, Tura. Bular, kiyimingni kiy. Bu ne? Kiy. Bu ne, bu ne? Akşamzada nima ishi bo'lganda? Acaba men Aliye bilan yo'q, mumkin emas. Bu soqchilar zodi nima kelgandi? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Değiştik mi? Qani kiring. O'ltiring. Men oldin aytdim, bir ish bilan kelgan edingiz. Shundoq. Lekin deyishga tilim bormayotdi. Nima ish o'zi bering. Shavkatni saqchilar tutib ketibdi. Voy, ne bo'ldingiz? Kel o'ltiring. Nima ish o'zi bering. Deyishga jur'at qilmayotdi. Men bardoshlik bera olmayman. Bering. Bo'pti. Shavkat Aliyaga bosqinchilik qildi. Nima?
İşenmayman. İşenmayman. Dastlabda men ishondim. Lekin soqchilar Shavkatni paketidan tutibdi. Akşam ishimiz yaxshilashib kelish uchun restoranda o'tirgan edik. Keyin Oliyami keldi. Biz shunday qizg'in paranjish bo'ldirdik. Kim bilsin? Meni kayfim to'shib kelib, oldiga ketgan edi. Keyin Shavkat Oliyani aldab opirib, Bunu sözlemem. ko'nglingiz yerim qilmang. Turmushda har qanday da yuz berib turdi. Lekin hamma odamga oldiran ishilib ketdi. Shavkatni men obdan bilaman. Ben chiqay. Xo'sh. Bugün bir gün garang holatda yurdim. Shavkatni izlab idorasiga borsam, xizmatdoshlari uni tutib ketilganligini, atdigan soqchilarning kelib ahvol egilib ketganligini aytishdi. Osmonning degani rost chiqqan edi. Ko'z oldim qorong'ulashib ketdi. Bu ishlarga faqatli ishongim kelmaydi. Shavkat, ajiba shu Shavkat mening qalbimni titratgan, nozik hislarimni uyg'otgan, eng suyimli xodimimni hisoblaydigan ash Shavkat mushundaq ishlarni qilganmidi degan g'alita. Anas, do'stim Oliyaning ahvoli qanday? Oliya. Siz bir mezgil o'zingizni chat tursangiz bo'laga o'xshaydi. Nemishqamdi? Ay güzel haqiqiy ahvolni sizning og'zingizdan anglayman deb o'tdi. Uni sizga avorchiq deb beram degan deb ansirayapman. Undaq bo'lsa, nagim boraman? Yurtingizga berib, bir 2 oy turib kelsiniz. Bu ishlar besiqqanda andin to'yimizni qilsaqmi kechikmaymiz. Qandaq dedim. Gapingizni anglayman. Faqat meni aldab qo'ymasangiz bo'ldi. Nima gapni qiladi ekansiz? Qanday qilsam men ishini siz appaqam, ha? Hey. O'tganda kirgizgan molning pulini nega yo'qotding? O'tganda og'inlar bilan qiziqchilikda. Hey. Pul qani deb so'rayapman sendan. Aka, qiziqchilikda etishib qopdik shu. Beshik bir otma meni. Sen qimavnediganga bir apon o'yda kelgan pulmi bu? Kechiring aka. Kechiring. Men qo'ya unda gapini. Saqlingni jundi demiya. Sen qimavnekni nima qo'yibdi, ha? Meni ko'zga ilmig'idek oldingmi taqa? Ma tuzkorlarning qilgan noyaklikini qara. Zardamni qaynatib. Bo'ldi qila aka. Shunchalik pulg'im chechilish ketamdi. Sen bilmaysan aka. Aduni yedigan vaqt keldi buguning. bilib turibdim xuddi. Endi men o'r bo'lolmayman. Mening ansiraydiganim. Mendan keyin qolsanglar. Osmon degan mal'un simni o'yga topqizmaydi.
Şuna muşunchalik vaqtimni vasiyatnoma bitkazib o'taylikmikin deyman. Undaq demisizlar dadasi, bola o'ngshilib qola. Sizlarning kasallarga ig'ir emas. Yaxshi bo'lib qolsalar, hamma ish o'ngshilib ketadi. Bolani mo asta-asta tarbiyalab olamiz. Uningda umid yo'qchimi? Hayafka. Muşundaq o'ltiraveramsa, ancha-muncha tijoratning yo'lini qilib pul tepib olsam olmamdi. Aka, bu gapingni bak chiqqanlab ketdim. Meningmi qig'im yo'q emas, qig'im bor. Dadam pul emsa qanday qilaman? Hey, sen degan bog'i uyonda birdan-bir bola, bildingmi? Bir o'g'il. Hozircha men cho'ng tijoratga tutish qilyapman. Ishkada bu ishni qilib boqqanlar bor. Lekin bu yerda texi bir yangilik. Agar bu ish yurishib ketadiganlar bo'lsa, o chaqda men Bu ishingga nurg'un mablag' ketgandi qachon. Shundaqmi? ishim yurishib qolsa, pul degan eshikdimmi, to'nglikdimmi kirdi. Sen azroq pulning yo'lini qilib, men sherik bo'lolmamsa, vaqti kelganda pulning qanchalik topadiganini o'ylab yetamaysa, hayotning lazzati degan mana shu. Obdaroq o'ylab baq. Bo'lamdi, aka. Sen undaq deganing bilan dadamdan pul so'rasam bermaydigan, o'rinsiz ishlarni bahona qilib tillaydigan bo'lib oldi. Dadangga bag'an sir kichik ko'rinayotgan o'xshamamsa, ha? Hey, sen desam bag'o. Dadang kesaljon. O'gay apang pokkada birini kuchiklab qo'ysa, shirkat, birkat, uy-poyning hammasi uni olib ketadi. Sen-chi bu tarafini obdan o'ylanmasan bo'lmaydi, aka. Men sana aqlliq salohiyatim bilan yaxshi maslahat beryapman. O'g'il bola degan jur'atli bo'lishi, o'zining istiqbolini qo'lga keltirish uchun vosita tanlab o'ltirmaslik kerak. Fursat degan bag'o qo'ldan ketsa hargiz kelmaydi. O'g'il bola fursatni o'zi yaratadi. Shu esingda bo'lsinki, opang sana o'gay, dadam doktorxonada og'riq. Agar u saqayib qolsa, qog'ini o'zing yaxshiroq o'ylab baq. Kezi kelganda hatta uni Bu ishni bizga topshirsangiz, o'zimizla bajarib o'tamizmi? shuni qilaman. Osmonni bo'shcha olayotamsa, sen bag'o bu ishlarga ko'ngil bo'lmay yo'qotgan pullarni qanday qaytarishni ko'ydog'ini? Tap tatmaydigan gapini qara. Hey! Odam bo'lmaydigan. Seningdek o'g'lim yo'q mening. Ko'zimda yo'qolg'inaman. Chiqay o'ydan. Seningdek bolam yo'q mening. Bo'ladi aka. Bir hafta ichida pulni tayyor qilib beraman. O'g'il bola. Qandaqka? Qandaqroq ahvolingiz? Yaxshi. Qandaqroq doktor? Yaxshilanib yetibdi. Lekin yurak yanada ojiz. Obdanroq kutinimiz bo'lmaydi. Ma'qul doktor.
Dada. 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 Bu doğrunu içiyordun. Dada. Ötkende qığının faqat yaxşı olmadı. Buningdan keyin sizni hergiz xafa qilmayman. Gapingizni anglayman dada. Bu doğrunu içiyordun ha. Yaxşı olib ketisiz. İçine dada. Yaxşı oldu dada. Balam, yana haraq içib kiribsan go. Ha. Xon apa. Ko'zingizning suyini eqitib o'ltirib ketibsiz ha? Tamoq etmedingizmi? Balam, dadangni əslab o'ltirib, esimdən ko'tarilib qapdı. Men hazırla tamoq etib beray. Ay, to'xta, o'ltiring. Dadangni eslab dedingizmi? Shundaqmi? O'z vaqtida dadamga yaxshi qarmay, o'lishiga siz sababchi bo'ldingiz. Nima deyapsan? Balkim boyliqni ko'zlab shunday qildingiz-ku, deyman, ha? Man qaraslar jenim apa. Endi bu uy menga o'ngchi qoldi deb so'zlab yetib ketgan o'xshamamla. Bunda qilib-ku, mening ko'zimdan kechib qutulolmaydi. Voy, nima deyapsan balam? Bu gaplar og'zingdan qandoq chiqdi? Balam? Sizning meni balam degidek yuzingiz bormi? Mening opamcha qarang, sizdek zahar xanda emas. Og'zingizga beqiproq so'zlang. Hey, sen nimalan deb ketding? Balam uyga ayladi deb qolmusun deb shuncha e'tiborlab baqsam. Emdilikda davatgan gibi ne bunun? Senin bundaq deyizligini bilgen bolsam, öz vaqtida dadang rahmetlikning oldida yalvarıp seni et çıkmazken ben. Dadağını kesel qilib öldürdüm. Endi meni mi öldüreydim sen? Öldürüş? Başqalarını öldürüşçü sizdeklerinin qoludan kelidi. Men her qancha askop kelsam, hergiz adam öldürmeymen. Qo'limdan kelmaydi. Ras. Agar men aska olsam, berib belqi gadoy iningizning uyida o'ltirmamsiz. Ras yapsam bag'o, sizning bu uyda o'ltirgudek huquqingiz yo'q. Tezdan kötü köpünüzü yığıştırıp bu oyunu bekalang. Xatirjam bol. Buni mening uyimda olmayman. Men dadang rahmetining ro'yini ko'rinib qolmasin deb o'yda turyapman. Bo'lmasa mening bu uyda bir kun turg'im yo'q. Ömrümning oxirini inillarimning uyiga yirib o'tkazman. To'g'ri dedingiz. Ko'zim qizargan bu uy senga qolsin. Rahmat.
Qandaq yaşağın gəz, şundaq yaşa. Köpten köp rahmet. Bu uy əmdi sana oğunç qaldı. Rahmet. Thank you. Hanapa, sizga azroq yo'lliq qo'yib qo'ydim. Vaqtim bo'lsa, yo'qlab boraman. Xayr xo'sh, 9 kunlik makan. Xayr xo'sh, ko'nglim hayotdan suv ichgan. Illiq bir oilaning mehrini his qildirgan aziz kalb. Seningda o'tgan kunlarimni qalbimning cho'nqirida saqlayman. Tuproqqa mangulik ko'mildi. Sizsiz yaşaganın min faydası. Hoş Arslan, min keçir. Xizmetingizni o alemge bağlandı qilib olaman. Aliyeni hech yerdan izlab topolmadim. Oningdan haqiqiy ahvolni so'rab bakmoqchi edim. Anlasam, o dost düşmanlarimning yuziga qanday qarayman deb bu yerda turg'isi kelmay yurtiga ketib dedik. Shavkat degan nimaga shundoq ishongan edim. Ishongan taqda ki yatmabdi deganda qilgan ishini qarmamdigan. Bechora Aliya shundoq bo'libdi. Shundoq. Siz dastlabda Shavkatga shundoq ishinib ketgan edingiz. Uni faqat malla obdan tushunatdim. O burundili qizlarga doim qanot so'rab yuradigan chakina oli ko'ngil bir nima edi. Oxiri shalloqligi chiqdi. Bo'ldi, endi uning gapini qilma. Yuring, ov tarafga berib o'tiraylik. Ma'qul. Hazır peşimni hammadan bak og'irtayotgani. Uydagilarning oldirtishi. Hazır ular tayyorlikni bitirib bo'lib menga qarab qoldi. Qandaqmi qilaman? Uyingizga Shavkatni ko'rganmi? Yo'q. Undaqda men Shavkatning rolini epaqsam bo'lmamdi. Siz ikkalan to'y qilaylik demoqchimi? To'g'ri. Sizni qanchalik darajada yaxshi ko'radiganligimni bilmaysiz. Shavkat bilan sizni deb so'qishgan edim. Agar xohlasangiz ikkimiz to'y qilsak. Bilaman. Men hozir qangarab qoldim. Bir necha kun vaqt bering. Mening hozir sizdan boshqa ishlaydigan odamim qolmadi. Mening sizdan ayrilib qolg'im yo'q. Albatta bo'ladi. Bir necha kun emas, sizni bir yil, hatto bir necha yil kutishga roziman. Bas. Vaqt bir yerga berib qoldi. Bir oshxonaga berib tamoq yeyish paraqshaydi. Vafanın şihida var kim kanca gül. Ne sebep sayraydı kışnava bulbul. Vafanın şihida var kim kanca gül. Ne sebep sayraydı kışnava bulbul. Kakuk Zeynep'ten dökse önce yaş. Bulbul ne bağlarda zar zar sundu. Kakuk
Vafanın şikhida barkin qancha gün Vafasız derdida qozon bo'ldi gün Vafanın şikhida barkin qancha gün Vafasız derdida qozon bo'ldi gün Bir vaqt o'tgandim qalbimni chekib Shu sabab ishqimda o'rtanar ko'ngil Bir vaqt o'tgandim qalbimni chekib Shu sabab ishqimda o'rtanar ko'ngil Hey, aka, tekshikmi? Ishlar qanday bo'ldi? Siz qachon kelasiz? Elimi deyishgan muddatdan pishib ketdi. Men sizga ishinib, hamma pulimni berganing sirtida bir ishkilardan qarz olib mablag' solgan. Ular bakli oldirtib ketib bordi. Ha. Yana surilib ketsa, men uyimdimi ayrilib qolaman. Ha, ma'qul. Tezroq bo'lgan bo'lsangiz. Görüşmegili 5 yıl boptu. Çay içeceğim. Dadangızdan sizni to'y qildi deb angladim. Menmi uqmabdi ekanman. Ha, to'y qilib oldim. O'zingizning ahvoli-chi Ali? Herhalde yaxshi. Qani, bu narsalarni aqash o'ltiring. Ma'qul. Ay, keldingizmi? Bu yoq sizga doim gapini qilib beradigan savodishim Ali bo'ladi. Bu yoq mening yo'ldishim. Yaxshimsiz? O'ltir, o'ltir. O'ltir. Asli paranglashqash o'ltiringlar, men sizga tamoq aytib beray, ya. Qachon kelgan? Hozir kelishim. Bu xotin texich tamoq etmabdi. Ha, ala. Ay güzel. Tezroq ayting, qo'saq ichib ketdi. Ha? Voy.
Nima qilganingiz bu? Xafa bo'lma adash, xafa bo'lma. Qani. Qandoq gap bu? Ishni bo'lmaydi, ishni To'g'ri bo'lmaydi. bir- O'tir. Sta. Do'stim. Burun sen Aygüzeli bilan savog'dosh xil yaxshi o'tib ekansizlar. Hozir ikkimiz to'y qildik. U mening ayolim degina. Bu ikkimizning uyi. Sana desam, biz to'y qilg'ilimi xil uzun bo'lib qoldi. Men uchinchi bir shaxsning turmushimizga aralashib olishni xohlamayman. Qolgan gapni demasam-mi, o'zing tushunadigansan. Qani. Marhamat. Haqiqatan iflos nima ekansan? Ay güzel, sen bilan to'y qilib zaya ketibdi. Adaş uzatmadım ha? Beni kilasacma. Ha? Makol hoş. Ali qani? Azırak işim var dep ketip kaldık o. Ali! Ali ketdi. U hatto menga xo'shmi demadi. Uning ko'ngli qattiq azor yegan edi. Gerçi ikkisining nima deyishganligini bilmasam-mu, Osmonning uning yaxshi muomala qilmaydiganligi menga ayon edi. Ta'limning kajligidan og'irini atdim. Ali bilan ikkimiz o'rta maktabda yaxshi o'tgan. Afsus, taqdir odamga boqmaydi ekan. Gohida Osmon bilan to'y qilganimga pushaymonmi qilib qolaman. Lekin uning qilganlari meni ziyoda yaxshi ko'rgandan bo'lgan-ku deb o'zimga tasalli beraman. 12-avgust. Osmonni tijoratda vayron bo'lgan o'xshaydi deb o'ylab qoldim. Yaqindan beri qarz so'ylaydiganlar jiqlab ketdi. Ularning alpozi bir-birsidan yomon edi. Tönegin birisi bizning uy xetini ko'tarib kelib, 10 kun ichida pulni tayyor qilmasa, uydan ko'chishimizni aytib ketib qoldi. Yolg'irganimga parvomi qilmadi. Uydimi dakki-dukki ichida xotirjam o'ltiramaydigan bo'lib qoldim. Hay Osmon, zoda nima ish qilgan bo'g'ayding? Meni yana qanday qismatlar kutarkin to. Senmidin? Aliye, uyu kira adaş. Kira. Ultra adaş, ultra. Çay demlep çıkay. Benim pullarım qani? Nima? Pullarımni qachon bersa odime? Qaysi pul? Qaysi pul bo'ldi? Oldin qatam sherik tijorat qilamiz deb aytgan pullarchi qachon bersa? Pul deydi. Senin pullaringni tildirib beraman deb necha million ziyon totdim. Buni biladigansan? Bu pullarni kim to'laydi? Senin ziyon tortishingda chatiqim yo'q. Pullarımni qachon bersa odime? Mening ziynimni kim to'laydi? Pullarımni beramsa bermamsa? Sen mening kimligimni bilamsa? Menada pul elish bog'u dengizdan jonni izdigandek bir ish. Uka, to'liq xiyolingni ham aylamay, yo'qlama. Tazno ochgani? Chiqa. Pul olam sen. Ha? Man qara. Qo'chilik qiladi. Yamani sen. Qo'chilik qilmabsan. Noshlik qila. Ey! Pul olam sen. Ha? Pul olam sen deyapman. Ha? Pul olam sen. Qachon kelganding? Texa baylik kelishim. Ha. Mushundaqmi yo'qab ketamsan? Sen bu uyda nima ish qilasan? Ha? Bu degan mening uyim? Ha? Nima? Bu Osmonning uyi-ku. To'g'ri. Men uning bilan to'y qildim. Chaqchaq qilmag'ina. Chaqchaq qilmadim. Ha? 1 yildan oshdi. Hali qishdan keyin
Osman seni qaytib kelmeydiken dedi. Qarasam o meni yaxshi ko'rdikan. Onunğa ko'nglim bo'lmasimi? Uydagilarning taptanisi bilan onun bilan to'y qilishga majbur bo'ldim. Yaxshi ko'rgan odamimning holi shunchalik tursa, yana nima amal bor deysan? Yo'q. Adaş, sana neyim bo'ldi? Aldamchi. Kimni davatsan? Yani kim bo'laddi? Osman bombamdı. Osman? O qandaq aldamchilik qildi? Sen mi onun damığı düşüpsen de? Men bugün onun barliq etli beşirsini içip taşlayman. Men onun şu derecede vicdansız ekanligini o'ylab bakmaptiman. Yadingdimi? Heliqi kuni Shavkat sana Osman bilan aplashib qoladiganligi to'g'riliq telefon qilgan edi. Osman uni Bulaq restoraniga boshlabdi. Qandaqlarimiz borligini bilib baqsam bo'lamdi? Aslida menga yordam qilishni xohlamsiz? Uningdan o'chingizni qanday qilmoqchi? Siz orqali do'stligimizning texmi cho'nqur, ma'nili ko'p ketish uchun bu bir qadam ish deyli, ha? Ana. Turang, Ket, qaytamiz. tura. Men qattiq ziddiyat ichida qoldim. Do'stimga satqinlik qilaymi yoki o'z baxtimdan voz kechaymi? Mening vijdonim shaxsiyatchilik qora tumanlari bilan to'sib İçin işini. Hey, hey, Kobe, 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 bu ne? Bana. Hadi. Siz bir mezgil, özünüzü çetken durursunuz ondan okuşum. neymiş qamdi? Ay güzel haqiqiy ahvolni sizning og'zingizdan anglayman deb o'tirdim. Buni sizga avorchiq deb beram deganda benzin. Undaq bo'lsa nega boradi? Siz bir ishga kirib kelsiniz. Bu ishlar besiqqanda. Endi to'yimizni qilsak kechikmaymiz. Gapingizni anglayman. Faqat meni aldab qo'yibsiz. Bo'ldi. Men sana yuz kelanmayman. Chiqib ketgan edi. Meni ahvoliman deydi. Ara, qo'y. Uni o'tirg'izinglar. Öte. Sen o'zingni nega chaqlab qolding? Ha?
Kallağını işlep, men bilen hergiz tan olamaysa. Ademler meninki. Sen de halınga bakmay aldım da hevi gösterip geldin ama. Alamsa. Alamsa. Hey! Hey! Pulga hamma narsani setib oladigan nochi to'ng'i sen. Gap qila. Gap qila deyman. Man qara, endi men setib oldim. Uqdingmi? Uqdingmi deyman. Ojon! Uqdingmi? Ha? Men sana shuncha sodiq ishlab bersam, meni ishning o'rnida ko'rding-ku. Xulosim yakunlar. Sağ Kız dostumga po'g'irlik qilgan vaqtingda mushalga tushib qolishingni o'ylab boqmaganmiding? Ha? Osmonda uchgan qushmo o'zining yer tushishini chog'lab uchib. Yo'l bosma tog'da hevi ko'zlarligini bilan chivar ovchining oldida mushkul qoladi ofta. Hey! Nochi! O'z vaqtida dadangning puliga ishinib, jahonga patmay qolganding. Gap qila. Gap qilmabsan? Ha? Endi o'kirmabsan? Mana qara, o'z zamoningdan tortib hammani men setib oldim, bildingmi? Ha? Sen setib olgan narsani hamma odam setib olaydi. Sen setib olgan narsani endi men setib oldim, uqdingmi? Bunun hemmisini Osman planlagan. Ben onunla tağdaki işinip getiptimen, onunla barlığımı ataptimen. Şirin şeker sözlerine aldınıp, Şevket işkanlığı 100 kilometredek işlerini kıptimen. Benim bir işim aylanıp kaptı. Ben saram oldum ben. Yok. Ben hazırlı sakçıqanı verip Şevket'nin günahsızlığını ispatlayman. Ben hazırlı barman. Bu bana nime gerek? Nime gün? Ben sana nime qilgan bo'g'iydim? Hey, toydingmi? Odamlar, meni qo'lingda hech qanday isboting yo'q. Mendan pul ololmaysan, Afka. Odam degan seningdek ahmoq bo'lamdi. Xiyolingda dadamga dori beraversam, o'gay opamni qo'g'laversamlar, hamma narsaga o'zim ega bo'laman deb o'ylagandim-da. Ahmoqliging osh ko'zligingdan o'z dadangga ishonmay, mening gaplarimga ishinib ketding. Odam degan ochliqqa chidaydi, Afka, lekin g'ururining dafsanda bo'lishi toqat qilib turolmaydi. Bu ishlar Do'lqin ikkimizdan plandagidan ko'p o'ngishli bo'ldi. Anaqa? Acaba ben öz baxtimni qotili bo'lib qoldimmi? Nemishqa o'z vaqtida yuragimdan suygan odamimga ishonmay, Osmon degan qora yuz noahliga ishongandimmi? Ben endi qanday qilaman? Qanday qilaman? Ay güzel. Çıkıp kızık bir çay demlep girin ha. Olun tez.
Ey, ay güzel. Ben sizga gap qilyaptim ha. Sen nemi xiyol surib o'tirib ketding? Yani şu buruk aşığını xiyol qilayotgan o'xshamamsa? Ey, gap qilmaysan-ku. Necha vaqtdan beri qushqachdek vitildab to'xtamayding. Bugun sana nim bo'ldi? Ajab zuvaning tutilib ketibdi-ku. Xiyol surishim bilan nima chatig'ing? Xiyolimni mi boshqarg'im kelyapamdi endi? Sen manga gap qilatamsan? Texi meni salligidek oldingmi, ha? Sallab salmay qanchalik nima eding? Erbidan javoblashganga to'ya. Bilib qo'y. Ma uyda yavatgan, kichiyotgan, kiyotganingning hammasi mening. Ay güzel. Belki madras. Ben ketaman. Chidg'ichiligim qolmadi. Unda Meni qilma. qo'ydim. Unda Meni qilma. qo'ydim. Beni kechirib. Bu yerda o'tir. O'tir. Akşam mahsub qaptiman. Meni kechiring. Turmush deganda jidal majra bo'lib turdi. Xatolashmaydigan kim bor deysiz? Çaycan. Beni. Xotinchilikda bunday ishlar bo'lib turdi. Bundan keyin bunday ishlar yuz bermasli bo'ladi. Meni kechiring. Mening azroq muhim ishim bor edi. Bir xaridor bilan ko'rishmoqchi edim. Men qaytib kelguncha hargiz ketib qolmam bo'lamdi. O'zingiz asrang. Men bu yüzümni ko'tarib nagami bora olayman? O'z baxtini o'z qo'li bilan nobud. Voy, Shavkat adash. Qanaqa ahvoling? Qachon chiqding adash? Qanaqa ahvoling? Yaxshimi? Voy. Ay, ben çöndürey. Oyan. Ben çöndürey. Nimeni tushundirsan nimeni? Ben çöndürey adaş. Nimeni tushundiryapti? Ben çöndürey adaş. Sen ablaki men nima yomonlik qilgan?
Meni kechirgin bo'lamdi. Men ikkinlarning baxtini nobud qildim. O'z baxtimga bo'ldim. Men sizlarga yuz kelaman. Mendek bir kam aqlni ahd qilib o'tgan. Oldimizga başladık Akşehirli.
Meni kechirasizmi? O'zgargan sen uchun Ben başkalarının yalgan yavadak gibi işini. Bak muhabbetimizni xorlaptı ben. bilmaysan buni sen Dursunda qıptı ben. tashlab meni sen ketding. Sizden herkes ağırlayman. Ko'zlaring Tahmin işanemiz. Şunda olması gerek. Bol yıkılma. Siz degan erkek ayol. Bu yer turaverseniz yaxshi bo'lmaydi. qandoq deb sen bilan ayrildik. Qaytib ketaman. Faqat o'ylayman her vaqt yerimda bo'lishing tashlab ketma meni Bundan keyin meni izlab kelguchi bo'lmam. tashlab ketma vafodor tashlab ketma yanimda qol sen meni yanimda qol Osman. Şevket! 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 Kulağımdan! Kulağımdan! Şevket! 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 Hayır! Şevket! Şevket! Ötem bir yakta! Ben sana demeyi kılan! Nimde maqsad qilsan? Aytdi! Sen yana nima qilmoqchi? Yaxshi ko'ramsan, ko'rmamsan? Sendek hayvanni herkes yaxshi ko'rmayman. Nima dedim? Ey! Şevket! 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 Birdamdan keyin esimga kelsam, ko'z yoshlarim yomg'ir bo'lib to'kilayotibdi. Aşı yomg'irday to'kilgan ko'z yoshlarim bilan ichimdagi dard hasratlarim pak-pakiz yuvilib ketgandek yeniklab ketdim. Farhod qon ichiga milinib yotganda Shirin, Tahir
su ichiga yiqilganda Zöhra mana mushundaq yig'ilgan ekan. Ular dastlabda yig'lab, oqidan o'zini o'ldirib olgan ekan. Men toki bugunga qadar ularning nima uchun o'zlarini o'ldirib olishdan burun yig'ilganligini, yig'lab bo'lib ondan o'zini o'ldirib olishdagi sirini bilmay kelgan edim. Mana endi aşı taqdir qismat o'zimning beshiga kelganda ondan bu sirni tushundim. Aslida ular qalbidagi dard alamlarini ko'z yoshlariga qo'shib bu dunyoga qoldirib pak qalbi bilan hech qanday dog'siz, nuqsonsiz holda o'z oshiqlarining ruhiga qo'shilib ketishni niyat qilgan ekan. Shunga hasrat chekish bugungi zamondami yaxshi ko'ruvchilarga miros qilayotgan bo'lsa kerak. Hey, to'xta. Hey, to'xta deyman. To'xta! To'xta! Hey, to'xta! To'xta! To'xta deyman. To'xta! To'xta! Kaçkandı. Bu yoqqa qaçdimi ekan? İkiga bo'linib izlaylik. Sizlar otirib kel. Biz otirib kel. To'xta!
Kımırdama. Hey, topla. Şey yapma. Yavaş bul. Beni koyun geç. Hoca. Osman'ı tuttuk. Dur, yavaş bul. Beni koyun. Ha, koyun. Ben adamı temizim. Baktırma. Beni koyun. Baktırma. Koyun. Ha. Yavaş bul. Koyun değil mi? Ağzını şöp! Yavaş bul. Koyun. Ha. Çıkar başını. Kire. Kire. Hayda. Osman, sen saqchiqanimizga nimda tutib akkaginimizni bilamsan? Bilmayman. Bilmayman. Mutamni qilma. Sening barliq dalil isbotlaring bizga besh qo'ldek oyan. Mava pichaqni tanidingmi? Tanımadım. Tunimidin? Bu pichoqni jamoat xavfsizligi organlarining texniklik tekshirishi orqali pichoqdagi barmoqimizning sening ekanligi isbotlandi. Buni nima deysan? Yok. Ben adam öldürmedim. Adam öldürmedim. Ben adam öldürmedim. Yok. Ben adam öldürmedim. Adam öldürmedim. Adam öldürmedim. Yok. Ben adam öldürmedim. Chiqib so'laytinglar. Ukam, to'liq o'qib bo'ldingmi? Onun takdiri nima degan echinish qiyoq. Qaraganda u oilasidagilar bilan oxirgi qatam qo'shilishib olish uchun bu yerga kelibdi ekan. Ata uning qabrisini yo'qlab kelaylik. Bo'ladi. Aka! Aka! Ben adam öldürmedim. Ben adam öldürmedim.